Manzura haqida muhim xabar. U kundoshi kimligini ma'lum qiladimi? Azizlar, videorolikimizni oxirigacha ko'ring. Bu galgi videorolikimiz boshqalardan tubdan farq qiladi. Xonanda Manzura 21 fevral kuni 48 yoshni qarshi oldi. San'atkor ushbu quvonchli sanani oilasi, turmush o'rtog'i va yaqin do'stlari davrasida nishonladi. Bayram kechasidan video lavhalar xonandaning Instagram sahifasida e'lon qilindi. Qisqa vaqt ichida ushbu lavhalar muxlislar e'tiborini tortdi. Manzura izohlardan birida shunday deb yozdi: ajoyib kecha. Podshoyim, O'zbekistonimda yaqinlarim davrasida shukrona kunimni o'tkazdik. Dildoraning talabiga binoan kelin salomni munojatjon ijrosida. Bayram muhiti milliy an'analar va samimiy lahzalar bilan bezatilgani ko'pchilikka manzur bo'ldi. Xonandaning muxlislari izohlarda unga sog'lik, salomatlik va ijodiy muvaffaqiyat tilamoqda, deyiladi xabarda.